lekin uni koridor qismlarini, zal qismlarini yopib 120 ta bola olib turibmiz hozir. Vaqtinchalik endi vaziyatdan kelib chiqib, ta'mirlash natijasida ham bolalar sarson 120 ta bola bor hozir o'shda ham, lekin bino yorilyapti. Hozir 156 ta yangi xonadon tushayotgan bo'lsa, kamida 100 ta bola kelsa ham 100 ta aholini bir donadan bolasi kelsa, yana 3 ta gruppaga 90 ta bolaga joy kerak. Joy yetarli 32 sotugu, lekin bino yorilyapti. Oddiy tomini almashtirib berishga ham bino yorilganiga ruxsat ololmaymiz. Shunaqa yomg'ir yog'sa chaklaydi. Eski bino. Buni ham muhokama qilib birga gaplashib bu Solijon hali banistani joyini aytyapsizmi? Ha, radon bo'lgan, biz yerda tug'ilganmiz. Shuning uchun qishlarda asosiy xalqimizni nimasi shuni talabi shu. Radon chetga kelsin, bitta radon kelsin deb. bunisi necha kilometr bu yerdan? Asosiy kilometr. Bitta narsani hisob qilish kerak. Ustoz ruxsat bersa yo'q. Biz hozir joylashgan hududimiz bu yog'i to nimagacha Tojikiston chegarasi ketgan. Aholimiz bor. Ular ham shikka kelgan. Bir 30-40 kilometr bosib turgan joyimizdan yana o'shalarga ham uzoq bo'ladi. Ularga bir 70 kilometrgacha bor. Tuman markazigacha nimagacha. O'shancha bag'imizdan hisobini beryapti. qishloqlar ko'pda, bag'i u do'stlikni chegarasi daryo bo'yigacha bor. Ular ham bizda davom etadi. Sizda saylangan okrugimiz hududi G'allakorgacha bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hokimimiz ham shuni harakatida harakat qilishyapti, lekin bu shaharlarimiz hozir obodonlashtirishga tushgan. Sizga nimalarni hozir bog'changiz narigisimi, bunisimi? Bunisi, bu tepovoy. Ha, eski bog'cha ekan. Bu birinchi qurilgan bog'cha. O'sha rayon mudiri bo'lganimda shu bog'cha bo'lgan. Birinchi. Eng nimasi. Buni xususiylashtirganda olganmi, qaytarib olganmiz. Buni endi bitta Solijon narsa qilsak agar, biz ham yordam bersak, mana deputatimiz shu yerda ekan, mana tashabbusli byudjetga bularga juda katta vakolat berganda. Ha, juda katta, ham pullari ham bor. Agar bizga jiddiy yordam qilib, biz ham bu yordam bo'lsa, 50% yordam bo'lsa, sizga bitta qo'shimcha korpus joy bo'lsa bo'ldi. Joy bor. Shuni balki harakatini qilib, o'rtada birgalikda qilarmiz. Bu juda katta, bunaqa imkoniyat tarixda bo'lmagan. Endi yana shuni tashabbusli byudjetni uzr so'rayman Hammajon, o'tgan yili 11 ta bergan. Qarang, 11 tadan 9 tasi ta'lim, bog'cha, maktab bo'lgan. Mana u chek ko'prikni ochib berdik hokim bilan. Qarang, u bog'chani endi men shuncha yil rayon mudiri bo'lib, bunaqa bog'chani ko'rmaganman. Ekologik hech pechka ham yo'q, boshqa ham yo'q. Haligi shuni ekologik shunaqa bog'chani ochib berib, balki kelajakda shunday bog'cha qurib beradi. Hech bola emas bu. Faqat aytaylik, bu tashabbusli byudjet hozir to'g'ri aytdingiz. Rahmat o'tiringlar. Tashabbusli byudjetga alohida mablag' ajratish ko'zda turgan. Mana 1-fevraldan boshlanadi mavsum. 21-mart kuni birinchi mavsumini tugaydi. Undan keyin o'sha loyihalar orasida g'olib bo'lmagan loyihalar ichidan demak deputatlarning imkoniyati bor, alohida mablag' ajratish ko'zda turgan. Hozir mexanizmlari ishlab chiqilyapti. Mana o'sha loyihalarda birgalikda mana shu yerdagi aholi, mana shu yerda istiqomat qilib turgan, endi albatta kengash bilan, xalq deputatlari kengash bilan, aholi bilan bamaslahat. Aholiga nima kerak? Birinchi eng zarur o'ylantirgan narsa nima degan bir qarordan kelib chiqib, kengash bilan va maslahat albatta shunga yo'naltiradi. Agar shu bog'chani yoki radonni masalasi juda muhim deb turilsa, kengash ham shu narsani demak o'zlarining qarorlari bilan tasdiqlab albatta shu loyihalarni bu yil birgalikda harakat qilinadi. Endi uni balista masalasiga Solijon o'zingiz ko'rdingiz, hokim bilan kelib ko'rdingiz-da bu yerda. Aylanib yurib bu yerga hozir 2 milliard ajratildimi, ilgarigisi uchun 5 milliard pul ajratildi. Yerga. Eng asosiy muammolar ko'chani hali bir chiroyli qilib xalqqa xizmat qiladigan ko'chalar. Endi hokim bilan bir gaplashsak, siz aytsangiz, men ham yonida turib siz yoningizga kirsak, o'sha joyda bir iltimos qilsak. Yo'q, yaxshiga hokimga olib keldim men. Hokim kelganmiz. Birgalik. Yaqinda hokim kelib ko'rib
yerga tipoviga qo'ygizamiz hozir aytyapti. Shuni Shunga harakat, mana shunga tipoviga qildiramiz deb hokimni o'zi ham nima qilib ketishdi. Endi ba'dan ham Biz ham shu dasturga kiritishda deyapman. dasturga yaxshi. Lekin iltimos mana shu bog'chaga yordam berib yuborsa, sizni vakolatingizdan kelgan kelib chiqib, bu yerda hamma narsa qilsak, ikkalasi ham hal bo'lsa kerak. Lekin hokim bizda to'g'ri tushunadi, hamma narsani to'g'ri tushunadi, hech qanday muammo bo'lmaydi menimcha. Buni tushuntiramiz. Bugun ham aytamiz. Tekshiruvlar bunaqa yerdan yangi zamonaviy qiyofada O'zbekistonga tushgan. Yo'q, Yangi O'zbekiston harakati 5 milliard ajratdi. juda yaxshi, mana xudo xohlasa mahalla ham infrastruktura yangilanib, chiroyli bo'ladi. 2,5 million pul ajratdi. 5 milliard bir ke 2 milliard bir 500 million kuni respublikadan keyin elektr seti bolalari kelib ko'rib ketishdi. Hamma yo'q. Xudo xohlasa ular boshlab yuboramiz. Bu tarixda bo'lmaganda mahalla 7,5 milliard so'mni ko'rmaganda. Mana shu yoshimiz shu yoshga kelib xalq ta'limida ishlaganman. To'g'ri ishoning, savxozda direktordan kraska ko'p ko'mli kraskalarni olgan bo'lsak, biz baxtli bo'lganmiz. Bor maktabga 500 kilo bergan bo'lsak, u bayram bo'lgan. Hammalar yaxshi biladi. Bugun maktabda direktorlarga maktabga qilinayotgan prezidentimizni e'tiborini ta'riflab bo'lmaydi. Aytib bo'lmaydi. Katta mablag'. Men mana ochdik-ku, nechta maktabda ochdik. Ko'rib, mana intervyu berdim. Bu faqat shukrona. Mana birgalikda deputatimiz bilan birgalikda xudo xolasa. Yana Fikrlaring bor? fikrlaring bormi? Takliflar bo'lsa, Takliflar bormi? Bo'lmasa yana bitta taklif bor. Mabodo nima qilsa, mana reisga bersalaring, o'sha telefonlari bor, mana Nodirjon Atali, chunki bu partiyani juda obro'yi kuchli.